Assalomu alaykum hammaga. Men Rashidov Zafar. Mangu professional ligasida ishtirok etaman. Rekordim 3-0. Havaskorlar o'rtasida jahon chempioni bo'lganman, Osiyo chempioni bo'lganman. Bu yerda Dukentda zbor o'tkazayapmiz. Pod rukovodstvom Abdurauf aka, Jasur Alijanov. Bu yerda 3 mahal trenirovka qilyapmiz. Haqiqiy sportsmenlarni joyi. Bu yerda internetda ishlamaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, bitta qo'li yo'q, bitta oyog'i yo'q, bolalar ham trenirovka qilyapti. Birontasi o'zini bechora qilib ko'rsatib chiqqani yo'q. Hozir xalqqa shu bo'lib qoldi-ku, o'zini bechora qilib ko'rsatsa, birdan qarab, poddershka qilib, bayroqni ko'taraman deydi, lekin orqasida baribir pul bor. Xalqqa, MMA muxlislariga murojaatim, to'g'ri odamlarni qo'llab-quvvatlanglar. Juda ham o'zi masxarabozlar, haypajorlar ko'payib ketdi. 25-aprel kuni raqibim Qozog'istonlik, ismi Davrin Jakibek. Bo'ylarini ko'rib chiqdim. Stoykada ham, barbada ham urushar ekan. Davrin, bu jangni agar barbanga ishonib qabul qilgan bo'lsang yoki stoykaga ishonib qabul qilgan bo'lsang, xohlasang stoykada, xohlasang barbada nakazat qilaman. Будем бить и воевать. Oxirigacha zirillishni bo'y ko'rsatamiz.